Men O'zbekistonni tark etyapman degan ekanlarim. Hamma nimaga o'zi ishingiz ham yaxshi-yu degan savolni juda ham ko'pchilik beribdi. Albatta ishim hamma juda yaxshi bo'lgan. Allohim meni hamma juda rizqimni ulug' qilib qo'ygan. Bilasizlar, tezda turib Rossiyaga borib ishlab kelishga o'rganib qolganman. Shuning uchun bir pasabeta zerikib qolyapman. Bir sezonimja zo'r bas qishda ketdi desam, undan ko'ra vaqtida borib qishgacha ancha ishlarimni qilib olaman deb Rossiyaga ketishga qaror qildim degan ekanlarim. Mana bugun oxirgi marta hamma yo'qni uborga qilib video olib sizlar bilan bo'lishkim keldi. Degan ekanlarim telefon qildi, siz bilan xayrlashishga boramiz deb. Dugonalarim kelguncha hamma ishlarimni qilib oldim. Ko'ryapsizlar, havolar juda ham isib ketyapti. 8 dan keyin tashqariga chiqib bo'lmayapti. Shuning uchun bugun vaqtida turib shuncha ishlarimni qilib olibman. Uylarimda ichini ham uborkasini qilib, chamadonimni bugun tayyor qilib qo'ysam, ertaga dadamning tug'ilgan kuni. Dadamning tug'ilgan kuni bilan ovora bo'lib, ertadan keyin obedda albatta yo'lga chiqib ketaman. Meni duo qilasizlar degan umiddaman, yonimdasizlar degan umiddaman degan ekanlarim. Yana o'sha yerda ham shu blogimda yurgizmoqchiman, sizlar bilan qanaqa ishlar bilan bandligimda sizlar bilan bo'lishmoqchiman degan ekanlarim. Ayol kishiga 40 hunar oz degan maqol menga tegishli ekan. Baribir bo'lgan sari bo'lgin kelar, juda ham zo'r degin kelar degandek, yana ham yaxshiroq mashina minishni xohlab qoldim degan ekanlarim. Shuning uchun borib, baddiy savdolarimni aralashtirmasdan olishni yaxshi ko'raman. O'zimni mehnatimga kelgan mashinamni qadriga yetib, ayab minaman deb har doim tashqaridan ishlagan pulimga mashina olishga harakat qilganman degan ekanlarim. Bugun ishlarimni qilib, dugonalarimni kuzatib, do'konlarimni bekitib kelib qiladigan ishlarimni qilib olsam, inshaalloh ko'nglim xotirjam ketaman degan ekanlarim. Shtatifimni ham olyapman. O'sha yerda Xudo xohlasa videolarimni albatta kunligini kunda qo'yaman. Shuning uchun asbob uskunam bilan yo'lga chiqyapman. Rossiyada ham sizni yoningizdamiz, siz bilanmiz degan dugonajalarim meni yo'qotib qo'ymasliklaring uchun menga obuna bo'lib qo'yish eslaringdan chiqmasin. Men bilan hech qachon zerikmaysizlar. Dugonajalarim yurechani qizartirib qo'yganda o'sha gap yurechasi dukillab tursin.